Voydod okalar, buni haybatini aytmaysizlarmi? Kattaligini qaranglar, gap yo'q. Absolutno yangi 2025-yil ishlab chiqarilgan masla Toyota Land Cruiser 300 avtomobilni topib qo'ydim. Buni qarang, haybatini juda ham katta avtomobil. Buni 3.5 twin turbos bilan adashtirmanglar, nimagaki bu 4 litr atmosferniy motor bilan jihozlangan. Hozirgi kunda bilasiz, bunaqalarini topish juda ham qiyin. Men siz uchun mana maslasini topib qo'ydim. Land Cruiser yozuvlari eshikni ochganingizda ham tushib beradi. Buni ichki salonlarini qarang, oqqa qora salon. Полностью ichki salonimizda qop-qora kojniy salon bilan jihozlangan. Multimedial rul, pamять sидения, JBL akustika, 360larni qarang, ishlashini tiniq ishlab beradi, gap yo'q. Old orqa klimat kontrol deysizmi? Siz uchun lyuk, беспроводная зарядка. Nimaki navrotlar xohlasangiz hammasi bor. Xohlasangiz bardachogini xolodilnik qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu mashina haqida o'zi aslida ko'p ham gapirib o'tirish shart emas. Zadniy xatolarni ham ko'rsanglar bo'ladi. 3 taradli 7 o'rindiq bilan jihozlangan, yetmaganiga o'zini monitorlari ham bor-da. Gap yo'q. 2025-yil modelda bilasizlar, mashog'ida o'zi nikkellari qo'shilgan bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, egalarni gaplashib, siz uchun 109.900 ga kelishtirib qo'ydim. Ushbu yangi 300 avtomobilni shu narxga bosib olsangiz bo'ladi. Bosib oling ekan, bu videoni srochni 300 ga qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.